2026-yil Qurbon hayiti e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. 2026-yilda O'zbekistonda Qurbon hayiti 10-Zulhijja oyi 27-may chorshanba kuniga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Bayram arafasi va keyingi kunlar bilan birga Buxgalteriya.uz ma'lumotiga ko'ra 27dan 30-may kunlari ketma-ket dam olish kunlari rejalashtirilgan. Asosiy ma'lumotlar: bayramning birinchi kuni 27-may chorshanba kuni, dam olish kunlari 28dan 31-may payshanbadan yakshanba kunlarigacha dam olish kunini rejalashtirilgan. Xususiyati: odatda 2-3 kun davom etadigan diniy bayram bo'lib, hayit namozi o'qiladi, qurbonlik qilinadi va oilaviy ziyoratlar amalga oshiriladi. Eslatma: diniy bayramning aniq sanalari hijriy taqvimga ko'ra Saudiya Arabistonidagi Hilol kuzatuvchi kengash tomonidan tasdiqlandi. Qurbon hayiti haqida qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa aytishingiz mumkin. Aziz dindoshlar, Qurbon hayitining aniq sanasi va namoz vaqtlarini bilish uchun kanalimizga obuna bo'lib, kanalimiz keng tarqalishi uchun kanalga obuna bo'lib, videoyimizga bir donagina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.